Viloyatimizning barcha shahar tumanlarida bugungi kunda ko'p qavatli zamonaviy uy-joylar qad rostlamoqda. Bu uy-joylar hududlar ko'rkiga yanada ko'rk qo'shmoqda. Ko'p qavatli uylarda oqova va suv tizimining mavjudligi aholi turmush farovonligi uchun xizmat qilmoqda. Xorazm suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati ishchi xizmatchilari qariyb 384 kilometr quvur va ko'plab oqova va suv inshootlaridan iborat tizimning uzluksiz ishlashi uchun barcha chora-tadbirlarni ko'rmoqda. Muxbirimiz shu haqda so'z yuritadi. Xorazm suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining ishchi xizmatchilari har kuni ko'p qavatli uylar atrofida tarmoq tiqilib qolishi bilan bog'liq nosozliklarni bartaraf qilishadi. Ayni kunlarda ishchi xizmatchilar tarmoqlarni bahor-yoz mavsumida benuqson ishlashini ta'minlash maqsadida quvurlarni yuvish ishlarini amalga oshirmoqda. Zamonaviy texnikalar yordamida ko'p qavatli uylar joylashgan hududlardagi quvurlar oqova va suv chiqindilaridan tozalanmoqda. Shu o'rinda aytib o'tish kerak, yurtdoshlarimiz bilib-bilmay oqova va suv tarmog'iga turli xil chiqindilarni tashlab yuborishadi. Meva-sabzavotlar qoldiqlari, turli xil matolar hamda boshqa suvda erimaydigan buyumlarning yuborilishi oqibatida quvurlarda nosozliklar kuzatiladi, deb ta'kidlashadi mutaxassislar. Hozirgi kunda Urganch shahrimiz bo'yicha 147 kilometr markaziy oqova suv tarmog'i mavjud. Har kungi qiladigan ishimiz aholidan kelgan murojaatlarni, avariyalarni vaqtida bartaraf qilish. 4-kichik dahada ko'p qavatli uylarda markaziy oqova suv quvurlarini gidrodinamik mashinasi yordamida tozalab, yuvish ishlari olib borildi. 4-kichik dahada ko'p qavatli uylar joylashgan. Aholidan iltimos qilib qolamiz, qattiq jismlarni markaziy oqova suv quvurlarına tashlamaslikni. Hozirgi kunda avariya xizmatiga kuniga 10-15 murojaat kelib tushadi. Bu chaqiruvlarni o'z vaqtida bartaraf qilib turibmiz. Bunga biz texnikalarimiz, ishchi kuchimiz yetarli. Oqova va suv tizimining mavjudligi aholi turmush farovonligi omillaridan biridir. Ko'p qavatli uylarda esa bunday qulaylik juda muhimdir. Oqova va suv tarmog'iga turli qoldiqlarning tashlab yuborilishi, beparvolik qilish esa ko'plab noqulayliklarga sabab bo'ladi. Buni esa doimo yodda tutishimiz lozim. Shuningdek, Xorazm suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati hamda viloyat hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi bilan hamkorlikda ham ishlar tashkil etilmoqda. Jumladan oqova suvlarni chiqarib yuborish xizmatlari bilan bog'liq reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Shu o'rinda ma'lumot uchun aytib o'tish kerak, hozirda viloyatdagi 30 mingdan ortiq iste'molchilar oqova va suv xizmatlaridan foydalanib kelishadi. Reyd tadbirlar davomida viloyatimizning shahar va tuman markazlarida hududiy inspeksiya tomonidan viloyatimizning shahar va tuman markazlarida oqova suv tarmoqlariga 8 ta noqonuniy ulanish holatlari aniqlangan. Bu borada Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 163 prim 1-moddasiga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Fuqarolarimiz markaziy oqova suv tarmog'iga ulanishda shartlarga rioya qilgan holda va hujjatlashtirilgan tartibda markaziy oqova suv tarmoqlariga oqova suvlarni oqizishni so'rab qolamiz. Joylarda o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida markaziy oqova suv tarmoqlariga tadbirkorlik subyektlari va jismoniy iste'molchilar tomonidan noqonuniy ulanish holatlari aniqlangan. Huquqbuzarlarga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar ham rasmiylashtirilgan.